Dasturlarimizda yashil quvvat mavzusi doimiy e'tibor markazida. Davlatimiz rahbarining tashabbusi bilan boshlangan yirik loyihalar asosida dastlabki bosqichda viloyatlar o'zlarining yashil loyihalariga ega bo'lgan bo'lsa, endilikda tumanlar ham o'zining qayta tiklanuvchi energiya manbaiga ega bo'lmoqda. Shu kabi yirik loyihalardan biri Bo'ka tumanida amalga oshirilmoqda. Dastlabki lavhamiz ana shu yangi energetika maskani haqida. Prezident qarori bilan avvalo poytaxt ehtiyojini ta'minlovchi 2400 megavatli 4 ta yirik loyiha amalga oshirilishi belgilangan. Bular Toshkent viloyatining Qibray, Ohangaron, Chirchiq va albatta Bo'ka tumanlarida. Ayni paytda biz turgan 621 gektar maydon Bo'ka tumanida joylashgan va endi bu yerda quyosh nuridan iqtisodiyot uchun haqiqiy kuch olinadi. Bo'ka 263 megavatli quyosh fotoelektr stansiyasi loyihasi davlatingiz rahbarining mamlakatingizda yashil iqtisodiyotga o'tish va tejamkor energiya barqarorligini ta'minlashga qaratayotgan e'tibori mahsuli. Loyihaga sarmoyani Xitoy Datan guruhining xorijiy investitsiya kompaniyasi kiritgan. Qurilish ishlari esa Dunfan xalqaro hamkorlik kompaniyasi tomonidan amalga oshirilmoqda. Loyihaning ishga tushishi bilan yiliga 540 million kilovat soat elektr energiyasi ishlab chiqariladi. Har yili 163 ming tonna shartli yoqilg'i, neft, gaz va boshqa boyliklar tejaladi. Muhimi 448 ming tonna karbon gazining atmosferaga chiqishining oldi olinadi. Shuningdek, loyiha O'zbekistonda energiya xavfsizligini ta'minlash hamda yashil energetikaga o'tish jarayonini jadallashtirishga katta hissa qo'shadi. Shu bilan birga O'zbekiston va Xitoy o'rtasidagi toza energiya sohasidagi hamkorlikni yanada mustahkamlaydi. Ayni paytda loyiha qaysi bosqichda? Hozirda stansiyamiz qurilishi yakuniy bosqichida turibmiz. Tajriba tariqasida ikkinchi fotoblokimiz ishlab kelmoqda hamda aholiga yetkazib bermoqda. Loyihamizning umumiy quvvati 263 megavatni tashkil etadi. Stansiyamiz to'liq ishga tushgandan so'ng taxminan 130 mingdan ortiq xonadonni toza va arzon elektr energiyasi bilan ta'minlash imkoniyatiga ega bo'lamiz. Quyosh panellarimiz o'rnatilgan dasturga asosan quyosh harakatiga ko'ra o'z yo'nalishini o'zgartiradi hamda quyoshni kuzatib boradi. Shuningdek, loyihani amalga oshirish doirasida yangi Do'nqo'rg'on podstansiyasini qurish hamda mavjud bo'lgan Do'nqo'rg'on podstansiyasida ikkita yangi yacheyka qurish nazarda tutilgan. Bizning tuman uchun stansiya to'liq ishga tushgandan keyin doimiy 40 ta hamda mavsumiy 200 kishilik ishchi o'rinlari yaratiladi. Ushbu stansiyada yangi texnologiya asosidagi uskunalar o'rnatilgan bo'lib, ularda inson omili qisqartirilgan hamda ularning hammasi avtomatik tarzda ishlaydi. Endilikda yurtimizda quyosh nuridan elektr quvvati olish shunchaki orzu emas, amaliy harakatlarga aylanmoqda. Buni biz mana shunday keng ko'lamdagi bunyodkorliklarda ko'rishimiz mumkin.